Hozirgi paytda havo kirlanishi kundan kunga oshib boryapti. Bu narsani to'xtatish uchun har qanday usullar qo'llanib ko'rilyapti, lekin xonadonlar ichida esa bunga ajoyib yechim bo'lgan Aerox rekuperatorimiz hisoblanadi. Buni xususiyatlarini aytadigan bo'lsak, 110 kubometrlik havoni tortib tozalab beradi. 30-35 kvadratli xonalarga mo'ljallangan bo'lib, elektr tok sarfi esa 0,3 kilovatt, ya'ni 30 vatt. Ayniqsa bu shovqinsiz ishlaydi va o'rnatilish jihatdan ham hech qanaqangi interyer dizaynlaringizni, devoringizni buzmaydi yoki bo'lmasa hamma joyda raso qilib tashlamaydi. O'rnatilishlari juda ham oson. Bu ikkita tashqariga chiqib ketadigan turbasi, bunisi esa tashqaridagi havoni ichkariga olib kirib tozalab beradi va sovuq havo bo'ladigan bo'lsa, o'sha sovuq havoni ilitib uy ichiga kiritib beradi. Xullas, 110 kubometrlik xona havosini ham tozalab beradi, ham tashqaridan kirayotgan sovuq havoni ilitib beradi. Ya'ni uyni sovutib yubormaydi. Bu albatta rekuperatsiya jarayoni hisoblanadi. Bundan tashqari, buni ochilishi mana bunday. Ko'rishingiz mumkin, magnitning ochilishi. Bu yerda esa filtrlar joylashgan bo'ladi. 4 ta filtri bor va displeyini ko'rishingiz mumkin. Eng qulayli taraflardan biri, pultidan tashqari Wi-Fi bilan ham ishlaydi. Upakovkasida mana bunday o'zini boltlari, gaykalari bor va albatta uzun atyortkasi bo'ladi. Mana bu qo'shimcha qismlari ana shu shaklda bo'ladi. Agarda siz va o'zingizni oila a'zolaringizni sog'lig'i haqida qayg'urmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Aerox rekuperatorimizni tavsiya qilamiz. Narxlari esa hamyonbop va narx bo'yicha bemalol bellasha oladi. Hoziroq Venstore'ga murojaat qiling va ushbu Aerox rekuperatorimizni xarid qiling. Sahifamizga obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like va fikrlaringizni izohda yozib qoldiring. Siz o'zingizga mos bo'lgan ventilyatsiya turlarini sahifamiz orqali ko'rib yoki do'konimizga tashrif buyurgan holda tanlab olishingiz mumkin.